O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi yurtimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida ham Konstitutsiya adolat tantanasi mavzusida tadbir tashkil etildi. Unda bosh qomusimizning demokratik davlatchiligimizni mustahkamlashdagi muhim roliga e'tibor qaratildi. Tadbir O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi erkin va farovon hayot garovi shiori ostida o'tkazildi. Unda yangi tahrirdagi qomusimiz asosida yurtimiz bo'ylab izchil davom etayotgan shiddatli islohotlar hamda ularning natijalari borasida muloqotlar qilindi. Konstitutsiyada ta'lim olishda hamma teng huquqliligi belgilab qo'yilgan. Bugungi kunda oliy ta'limda umuman respublikamizda qamrov darajasi keskin oshdi. Bu respublikamizda barcha teng huquqliligi ta'lim olish imkoniyatlaridan bahramand bo'lish imkoniyatini beradi. Tadbirda Konstitutsiyamizning ana shunday muhim jihatlari haqida so'z bordi. Inson huquqlari va erkinliklarini konstitutsiyaviy himoya qilish mexanizmlari, rivojlanish tendensiyalari kabi mavzularda ma'ruzalar tinglandi. Sana munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21 noyabr kuni farmoyishi e'lon qilindi va ushbu farmoyishda keng jamoatchilik bilan, yoshlar bilan Konstitutsiyani mazmun mohiyatini o'rganish, ularga yetkazish borasida bir qancha tadbirlar belgilangan. Tadbir yakunida yoshlar bilan savol-javoblar uyushtirilib, Konstitutsiyaning hayotimizdagi amaliy ahamiyati, inson qadrini ulug'lashga qaratilgan islohotlarning mazmun mohiyati, huquqiy davlat qurish jarayonidagi o'rni haqida tushuntirishlar berildi.